Xabar berganimizdek, yaqinda poytaxtimiz mezbonlik qilgan Innaprom Markaziy Osiyo 5-xalqaro ko'rgazmasi mamlakatimiz ishbilarmonlari va sanoat korxonalari uchun samarali bo'ldi. Ular orasida O'zbekiston texnologik metallar kombinati vakillari ham xorijiy hamkorlar bilan manfaatli kelishuvlarga erishdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. O'zbekiston texnologik metallar kombinati Innaprom Markaziy Osiyo 5-xalqaro sanoat ko'rgazmasida munosib ishtirok etib, undan ortiq xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik memorandumlarini imzoladi. Ko'rgazma doirasida O'zTMK va Moskvaning Misis Milliy tadqiqot texnologik universiteti o'rtasida ta'lim, ilmiy tadqiqot va innovatsion sohalarda hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha anglashuv memorandumi imzolandi. Bundan tashqari, Haltrex CA kompaniyasi bilan ham memorandum imzolandi. Ushbu kompaniya O'zbekistonda karyer texnikasining eksklyuziv yetkazib beruvchisi hisoblanadi. Bugun kompaniyamiz va O'zbekiston texnologik metallar kombinati o'rtasida imzolangan memorandum biz uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi. Kompaniyamiz karyer texnikasini yetkazib berish sohasida faoliyat yuritadi. Shuningdek, biz mijozlarimizga xizmat ko'rsatishning to'liq boshlang'ich spektrini va yuqori texnik tayyorgarlik koeffitsiyentini saqlab turish bo'yicha kompleks yechimlarini taqdim etamiz. Shu sababli ham ushbu memorandum biz uchun strategik ahamiyatga ega. Kelgusida O'zTMK bilan uzoq muddatli hamkorlik yo'lga qo'yishga ishonamiz. Hamkorlik muzokaralari natijasida tomonlar o'zaro manfaatli sheriklik yo'nalishlarida hamkorlikni amalga oshirish, shuningdek qator istiqbolli loyihalarni boshlashga kelishib oldilar. Bizning kompaniyamiz Shanxay shahrida joylashgan sanoat va savdo yo'nalishidagi kompleks kompaniya hisoblanadi. Ishlab chiqarish liniyalarimiz to'liq avtomatlashtirilgan va vizuallashtirilgan bo'lib, bu mahsulotlarimizning mukammalligini ta'minlaydi. Biz bugun O'zbekiston texnologik metallar kombinati bilan dastlabki strategik hamkorlik aloqalarini shakllantirdik. Umid qilamanki, joriy yil davomida hamkorlik aloqalarimiz yanada kengaytiramiz. O'zTMKga kelgusi 10 yillikda amalga oshirishni rejalashtirilgan loyihalarda muvaffaqiyat tilaymiz. Aytish mumkinki, O'zbekiston texnologik metallar kombinati uchun Innaprom Markaziy Osiyo ko'rgazmasi nafaqat o'z salohiyatini namoyish etish maydoni, balki xalqaro texnologik hamkorlikning yangi bosqichiga chiqish imkoniyati bo'ldi.